o'zini va sog'lig'ini juda ham yaxshi ko'radiganlar uchun Valdus brendidan smart brasletimiz Alimarket do'konlariga keldi, sotuvda bor. Va buning xususiyatlariga keladigan bo'lsak, videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq xususiyatlari va tekin podpiskalar haqida gaplashamiz. O'rtoqlar, qo'limizdagi braslet bu brendiga tegishli brasletning analogi hisoblanadi, funksiyonali bir xil. Deyarli bu bitta quvvatlanganda 20 kun yoki 30 kungacha yetadi. Buni xususiyatlaridan biri EKG qiladi, yuraginglarni o'lchaydi, qancha nafas oldinglar va hattoki agar sog'lig'ingizda qanaqadir o'zgarish bo'lsa, bu brasletimizda sizga xabar beradi. Keyingi masalalar, siz kun davomida qancha kilokaloriya yo'qotdingiz, qancha kirim chiqim bo'lyapti. Umuman olganda har kungi holatingizni hisob-kitobini juda ham yaxshi qilib beradi. Hozir yozishi bo'yicha sistemasi iOS 8.0 dan, Androidlarni 5.0 dan boshlanadi. Demak, hozirgi kundagi barcha turdagi iPhone deymizmi, Android deymizmi, hammasiga mos keladi. Va orqasida QR kodlari mavjud. Ushbu QR kod orqali Play Marketdan ilovasini yuklab, bepul podpiska evaziga bemalol ishlatasizlar, albatta ro'yxatdan o'tgan holatda. Demak, ushbu brasletlarimiz sotuvda mavjud. Bemalol alimarket.uz veb-sayti yoki Instagram kanallaridan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Toshkent va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud.